Mashaalloh, hali bunaqa darajada yashash uchun ideal hamma narsasi bor uyni ko'rmaganmiz. Suv kerakmi? Shunda uyingizni orqasida suv oqib turadi. Do'shni eshitosizlarmi? Shildillab oqishini. Kim shunaqa uyni niyat qilgan bo'lsa, yurakchani qizartirib qo'yinglar. Biz umrimizda birinchi marta necha minut, 10 minutgacha bo'lgan videoni olyapmiz. Jivoy, rostakasim archalar olmaxonni iniga o'zi aslida yog'ochlar tiqib qo'yiladi-yu. Rostakasim archa ekib yuborishibdi, o'sib turibdi. Olmaxonlar hozir yo'q ekan, chunki bu yerda bo'shatib boshqa yoqqa chiqib ketishganligiga ancha bo'lgan ekan. O'zingiz uchun agar qiziqadigan bo'lsangiz, olmaxonlar ham boqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqdan boshlaymiz. Bunisi asosiy bino. Asosiy binoda hamma narsa bor. U yoq tomonda qorovul agar oilaviy yashaydigan bo'lsa, oilasi bilan yashashga sharoitlar. Hamma narsasi zo'r ekan. Mana bu yoqdan kiraveramiz. Kirishimiz bilan agarda sho'tta o'zida sauna, basseyn qilib o'tiradigan bo'lsangiz, mashetda o'zida hamma kerakli sharoit bor ekan. Bu yoqdan kirganimizda turetskiy, finskiy sauna o'zini alohida yana bitta xonasi massaj xonagacha qilib qo'yilgan ekan. Bunisiga vashi besh ketdim. Shunda chiqqanimizda basseyn. Mana shu narsa eng to'g'ri yechim bo'lgan. Sababi archani bu yoq tomonida agarda katta oila bo'ladigan bo'lsangiz, oilangiz bilan bu yerda dam olayotganingizda ayollar agar dachani o'rtasida basseyn bo'ladigan bo'lsa, cho'milish olmaydi yoki erkaklar. Xullas, noqulaylik bo'ladi. Bu yerda shunday to'siladi. Ayollarning vaqti deydigan bo'lsangiz, ayollarning vaqti keyin ma'lum vaqtdan keyin kechroq samasa erkaklarning vaqti bo'lib ketaveradi. Hech kim bir-biriga xalaqit qilmas ekan. Mana shu archani orqasida basseyn edi. Endi yoq tomonda asosiy binosi. Lekin men shuncha yildan beri yurib, hali bunaqasini ko'rmaganman. Bu nima xona? Nima deb o'ylaysizlar? Bu amerikanskiy anaqalada Instagramda chiqib qoladi-ku, oynani ichida odam o'tirgan bo'ladi, tashqarida qor yog'ayotgan bo'ladi, shuni tomosha qilib o'tiradi-yu. Aynan shunaqa xona ekan. Bitta ichkarilarini ko'rsating, lekin pardani ochib qo'ysangiz, imminni qor, yomg'irlarni tomosha qilib o'tiradigan ekan. Mana bu yoqda kichkinagina eshigimiz, yoq tomonda asosiy darvoza edi. Bu archalar, bu ekilgan gullar hammasi eng qimmat, eng ideallardan qilishga harakat qilingan ekan. Traventin deysizmi, oyoq tegidagi kafil deysizmi, hammasi o'zini davridagi eng zo'rlaridan. Ichkari kiraveramiz. Mana glavniy kirib kelishimiz bilan tepaga zina bilan ko'tarilganimizda tepada 3 ta yotoqxona, alohida ofislargacha bor. Mana bu yoqda zal. Bu yoqda umumiy sanuzilimiz, to'g'riga kiradigan bo'lsak, oshxona. Hamma kerakli jihoz, mebellarigacha tashab ketiladi. Eng qizig'i bu yerda hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Mana shu ko'rayotgan sharoitingiz hammasi tashab ketiladi. Agarda Toshkent Cityda 4 xonali kvartirangiz bo'lsa, o'shani sotsangiz, o'shani puliga mana shu uyni beryapti. Oxirida narxlarni ham aytamiz. Bu yoqqa kirganimizda birinchi qavat uchun kattalar uchun yotoqxonasi, o'zini sanuzillari bor. Hamma mebellarimiz arend mebelda qilingan ekan. Bu etajimiz podval bo'lib, podval emas. U yoq tomondan qarasangiz birinchi etaj, bu yoq tomondan qarasangiz podval ekan. Mana bu yoqlarni ko'ryapsizlar. Garderobnilarni o'zi bitta rostakasim uydagi joy ekan. Bu yoqda o'sha isitish tizimlar, o'shanga o'xshagan narsalar, mana bu yoq tomonga yuradigan bo'lsa, tog'li hudud, qiyshuv bo'lganligini hisobiga bu yoq tomon o'sha oynali birinchi qavat, u yoq tomoni esa so'killi podvalli etaj bo'lyapti. Mana bu yoqdan suvni tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu yerda alohida liftgacha qo'yilgan ekan. Liftdan hali biron marta foydalanilmagan deyilyapti. Agar yosh katta lift kerak bo'ladigan odam bo'lib qoladigan bo'lsa, u ham bor. Etajdan etajga tushib chiqishga qiynalmanglar. 3-qavatga chiqqanimizda asosiy yotoqxonalar va alohida o'zlari uchun ofis qilib qo'ygan joylari ham shu yerda ekan. Bu xonamizda quploq ochilmas ekan. Buni ko'rsata olmaymiz. Mana bu yoqda bu xonani ko'rsatamiz. Xuddi shunaqa xona ekan, qarshidagi xona ham. Buni bolalar uchun yotoqxona qilib qo'yadigan bo'lsangiz, yonida o'zini sanuzili. Eng qizig'i, eng yuqori qavatimizda ham terassasi bor. Terassadan chiqib, haligi suvni tomosha qilib, bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Mana lift sho'tgacha chiqar ekan. Mana bu yoqda terassamiz. Uyimizning ichini ko'rdinglarmi? Agar yoqqan bo'lsa, qizartirib qo'ymasanglar bo'lmaydi, lekin xuddi shunaqa uylar nasib qilsin degan tanishinglar bo'ladigan bo'lsa, videoni tashab qo'yinglar. Hammamizga ota-onamiz bilan xuddi shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Archalarni alohida o'rab qo'yilgan. Mana bu yoqda agarda qanaqadir qarindoshlaringiz mehmonga kelib qolsa, qarindoshlaringiz mehmonga yig'ib qolganda yashashlik uchun ham xona yetarli ekan yoki qorovul
axrani o'zini oilasi bilan yashaydi, shunaqa sharoit qilaman deydigan bo'lsangiz, uning uchun ham hamma kerakli sharoitlar bor ekan. Lekin bunaqasini ko'rmaganman. Agar mashina joylashtiradigan bo'lsangiz, bilmayman, 8 tadan 10 tagacha mashina ketsa kerak deb men hisobini qildim. Endi siz ham o'zingiz fikringizni yozishingiz mumkin. Nechta mashina sig'adi mana shu joyga? Shundoq narigi tarafida 20 sotuv taxminan mana shunaqasiga 100 metr, ichkariga 4-5 metr bo'lgan, u yoq tomoni suv bo'lgan bog' bor ekan. Bu bog' shunchaki qarovsiz yotgan bo'lgan. Bular bo'tga mevali har xil daraxtlar ekib qarashar ekan. Agar siz ham aynan mana shu narsaga ishqibozchiligingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga plyus shu uchastkani olgan odamga qo'shib berib yuboriladi. 17,5 sotuv umumiy maydonimiz, pastda yana 13 sotuvlik zaxvat maydonimiz bor. Kadastr bo'yicha 17,5. Umumiy summamiz $770 ming ga berib yuborilmoqda. Telefon qilinglar. Toshkent Cityda 4 xonali kichkinagina kvartira olgandan ko'ra buni olsangiz shunchaki maza qilib yashaysiz.